Akio, men singlimga qo'l ko'tarishga uyalmadingizmi? Endi brat, erkakchilikda ketib qolibdi. Aka, jonim akam. Voyjon, sekin. Bu bilan erkakchasiga o'zim gaplashib olaman. Aka? Qani yur ketdik. Ish qilib o'ldirib qo'ymang. Hali o'tiring qani. Aka, shart emas, Yoniga o'tiring, hozir trenirovka qilamiz. Ha, unday bo'lsa mayli aka. Sen senyorina, senga bo'lay meniyorina. Qora qoshingga tushdi ko'zim oshig'i bo'ldim Zulfiya. Dumligingni taqillatib, cho'ntagimni shaqillatib, ketib qolding laqillatib, ishlavsam Zulfiya. Aka, qo'ldan boshqa joyga ishlaylik. Yo'q, akajon, bugun to'lqa qo'lga ishlaymiz. Xotin, pul topib ber. O'zingiz oling. Olib ber dedim. O'zingiz oling, bu nima bo'lgan o'zga? Sani o'zingga kerakda. Xafa bo'lma, xotin, sani o'zingga kerak. Ana beringlar, uring yaxshilab, shapotlab uring, bir maza qilay, uring. Ana shunday biladi ayol kishiga qo'l ko'tarish. Battar bo'ling. Qo'lim ishlamasa ham, oyog'im ishlaydi. Aka, kuyovimiz o'sha oyoq ko'tarishga o'tdi. Bo'ldi, zalga olib kelib olay. O'zim bilaman nima qilishdi. Davay. Voh, nima qilyapsiz aka? Boshladik. Yo'q, nima qilyapsiz? Boshladik. Shunday boshlanadimi? Ana shunday boshlanadi. Oyoq kuchini mana bu yerda ko'rsatish kerak-da, uyda emas. Tushunmayman-da sizlarga. Xonsaroyda muhabbat shahri loyihasidan uy olib berib qo'ygan bo'lsam, yana nimaga tinch yurmaydi bular? Oyog'im bor, pishirsamam. Shunchalik og'riydi, iflos. Ayol kishiga qo'l ko'targuncha zalga chiqib bir to'rtta tosh ko'taring, mujik. Aka, motoringiz pishgan. Kolsa Porsche ketgan aka, almashtirish kerak. Aka, to'g'risi men doktorman-da, mashina umuman tushunmayman. Doktorlarni, mediklarni tilida tushuntiring, iltimos. Medikcha tushuntirishim kerak. Motor, yurak. Yurak yetib kelgan aka, yurak pishgan. Operatsiya qilib, yurakni ochib, ichiga stent qo'yish kerak. Aha. Stent, Insult. Insult bo'lgan buningiz, Juda jiddiy kasallik. Oho, brat. Mashinangizni qoni kamayib, gemoglobini tushib ketibdi. Qon quyish kerak. Ana, ovoz eshityapsizmi o'zida? Mashinangiz xadavoy ketgan aka. Nima aka u xadavoy? Xadavoymi? Pazbanoslik ketgan aka. Grizza disk bo'lgan mashina. Nimadan bunaqa bo'ladi aka? Aka, balondan bo'ladi, bilmaysizmi? Qarang. Aka, men sizga bas balonlarini tavsiya qilaman. Hozirgi kunda eng trenddagi balon mana shu. Jahon standartlariga javob beradi. Garmoshka yamalan ko'rindim demaydi aka. Mashinangiz sog'lom yuradi joyda. Kasal bo'lmaydi. Ana girja disk olmaydi? Yo'q, ana shu balon davolaydi aka, girja disk. Yo'q, bars baloni davomi? Bars taqingda, siz bars. Aka qarang, gulishtingizdan suv quyaveradi. Bu pampers ishlamasdan samovarga suv yurganda gulishtil teshgan. O'shandagida suv oqyapti gulishtildan. Aka, nima degani u? Sizga doktorcha tushuntirish kerak-da. Gemoroy bo'lgan mashina. Diklafenak shamcha tiqsam bo'ladimi aka, svechcha?